Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Barchangizga xayrli kun. Bugun 9-aprel Murodbaxsh chorshanba. Abu Dabida soat 7:00. An'anaviy biz piyoda yurish mashqimizni bugun davom ettiramiz. Qush ovozini eshityapsizmi? Mana bitta Birlashgan Arab Amirliklarining qushi. Ertamatdan nimadir deyapti. Birinchi ko'zimga tushgan avtomobil Land Rover Defender Coupe. Eslaringizda bo'lsa, Nivaga o'xshar ekan. Niva ham mana shunaqa komplektatsiyada bo'ladi. 2 eshikli внедорожник desa ham bo'ladi. Bizlar bugun bilasizmi qayerga boramiz? Ana shu joyga boramiz. Eslaringda bo'lsa, kecha mana bu tomonga yurgandik. Bugun mana bu joyga yuramiz, xudo xolasa. Bu bino sizlarning ko'zlaringizga odatiy ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men shu binoni hozir piyoda yurib boraman, taxminan 1,5-2 kilometr masofasi bor. Bu hali yaqin ko'ringan bilan katta bino, shuning uchun biroz piyoda yurib borishga harakat qilamiz. Xo'p. Binoni o'ziga xosligini yon tomonda turgandan sezasiz. Mana bunaqa bo'ylamasi bila olmaysizlar. Bu oddiy binoda bo'ylaysiz, lekin yon tomonga borganda o'zi chiroylikkina ko'rinadi. Lekin bilasizmi, u yerda trassani bo'yi bilan harakatlanishga to'g'ri keladi. Nima qilamiz? Ozgina shovqin-suron bo'lishi mumkin, sababi u yerdagilar 120 tezlikda harakatlanadi. Mayli, uni ham ko'ramiz, trassani. Har holda trassani ko'rsatmagandim sizlarga. Birinchi kuni eslaringda bo'lsa, mana bu tomonga yurgandik. Mana Aloft mehmonxonasini orqa tomonida masjidga borib qaytib kelgandik. Kecha bu tomonga yurdik. Bu tomonga yuramiz. Xo'p. Piyodalar o'tish joyidan mana mashinalar to'xtaydi bu yerda, piyoda. Baland qilingan, ko'ryapsizlar. Mana bunaqa narsalar ham bor. O'tmaslik uchun. Mana avtobus kelyapti 33. Bu ham bizdan o'tkazib yuboradi. Endi bilmadim, ichkarida odam bormi yo'qmi? Hozircha ichkari mana avtobusning ostanovkasi mana. Hozir to'xtaydi mana shu joyga. To'xtadi. Mana bitta brat chiqib ketyapti, xudo xolasa. Knopkani bosar ekan, ochar ekan, qarang, ko'rdingizmi? Mana. Tugmachani bossa, eshik ochiladi. Bu ham bir yangilikmi? Balkim O'zbekistonda o'zimizda avtobuslarga shunaqa tugmacha qo'yish kerak. Hali bir xil payti esdan chiqazib qoladi-yu, anaqa. Bizani shofyorlarimizni. Xo'p, men yo'lni nari betiga o'tmoqchiman, lekin bu yerda men piyodalar o'tish joyi ko'rmayapman. Mana. Piyodalar o'tish joyi ko'rmayapman. Qonunni buzish niyatim ham yo'q. Nima qilamiz? Xo'p, bo'lmasam men bu tomondan aylanib o'tamiz. Tag'in belgilanmagan joyda o'tding degan haligi jarimalar kelmasa, o'zi bo'ladi, jarimalar ham baland bo'ladi. Shuning uchun Pearl Rotana. Mana bu 4 yulduzli mehmonxona. Mana bu Rotana, Central Rotana. Bu 3 yulduzli mehmonxona. Lekin deyarli farqi yo'q. Men sizga kecha aytdim, bu anaqasi bunda maydoni sal kichikroq, bunda maydoni sal kattaroq bo'ladi. Farq shunda. Ikkalasi ham bittaligi holdingga tegishli, Rotana. Mana akalarimiz to'xtayaptilar. Lexusda bo'lsa ham to'xtayapti, ko'ryapsiz? Mana. Piyodalar bularda juda qadrlanadi. Anta akamiz ketyapti, lekin peshkom, hali nimaga qaramasdan. Lekin men nimani qoidalarni buzish niyatim yo'q. Xo'p, qaranglar. Mana bu qanaqadir daraxtga o'xshayapti, lekin nomini bila olmadim, lekin chiroyli ekan. Albatta, anaqa tomchilatib sug'orish mana.
O'tni tomchilatib sug'orishsiz iloji yo'q. Tomchilatib sug'orish hamma joyda ishlaydi. Mana bu yerga e'tibor beringlar. Bizdagi 327 to'xtash taqiqlanadi. To'xtab turish emas, to'xtash taqiqlanadi. Ya'ni bu qattiq ishlaydi, bilasizlarmi? Bu mana bu joyga ishlamaydi bu. Mana bu joyda turaveradi mana okalar mana bemalol turibdi. Mana bu ichdan bu faqat haligi yangilik mana. Ko'ryapsizmi? Ichdan taqiqi yo'q. Mana avtobus kelyapti. Bu avtobusdan turadigan joy mana. Bu yerga mashinalar qo'yilmaydi. Mana avtobus turadi bu yerda bemalol. Mana anaqalar xodimlar kelib tushdi. Bu menimcha not in service deydi. Ya'ni bu zakaznoy avtobus. Men ishchilar olib keladigan avtobus. Bu haligi nomerli avtobus emas. O'shaning uchun ham yozib qo'ydi. Xizmat ko'rsatilmaydi deb qo'ydi. Haligi ayrim kompaniyalar menimcha nima qilsa kerak, buyurtma qilsa kerak. Ishchilarimni vaqtida olib kelasanda. Assalomu alaykum. How are you doing, sir? Is it Outlander, isn't it? Yes. Mitsubishi Outlander. Yes. Can I make a video inside, please? Hop, do'stlar, Mitsubishi Outlander Yaponiyani ajoyib avtomobili. Mana bizga aka ruxsat berdi. Videoga olishga, mana marhamat. Men O'zbekistonda bu mashinani kam ko'raman. Hatto biz ключевой достуp bor ekan. Vo. Mana shunaqa yapon mashinalarini bular yaxshi ko'rishadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oq rangda. Thank you, bro. Welcome, Thank sir. you. Thank you. I want to ask something. Is it a place that free for parking? This Parking? place. Yes. It's free. Yes. Thank you. Men aytdim sizlarga mana bu joy mana bepul, mana bemalol qo'yib ishlarni hal qilsa bo'ladi. Lekin kechqurun mashinani qo'yib ketsa bo'ladi, lekin kunduz kuni quyosh tushishi hisobiga qizib ketadi mashina. Shuning uchun mana qaranglar, mana buni qaranglar, mana yonib ketgan, mana kuyib ketgan, mana ko'ryapsizlarmi? Mana blesk ketib qolgan, laki mana. Mana bu tomonlar ham mana ko'chada qoldirgandan keyin mana faralar sarg'ayib ketadi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu joylar plastmassa sarg'ayib ketadi. Mana farqini ko'ryapsizlarmi? Mana faralar sarg'ayib ketgan, mana. Nimani hisobiga? Bu o'sha mintaqadagi issiqlikni hisobiga. Yil 12 oy bu yerda quyosh yondiradi. O'shaning uchun ko'pchilik insonlar avtomobillarni yerto'lada saqlashadi. Abu Dhabi Investment Meeting Congress AIM. Mana shu joydan o'tib ketyapmiz. Mana bu palmalarni qaranglar, juda ham chiroyli. Bilasizlarmi, sariq bino, iqtisodiyot vazirligi, buni ham aytganman sizlarga. Aloft mehmonxonasi, biz o'tgan yili masjidda bo'lganmiz. Eng tepasida basseyn bilan nimasi bor? Jim bor eng tepasida. Mana bu restoran, faqat kechqurun ishlaydi. Kunduz kuni ishlamaydi bu. Mana shu hammasi, mana shu kompleks hammasi mehmonxona tegi, mana bu tegi. Mana bu mashinaqasiga aylanib bu Adnek Kongress mana. Ko'rgazma mana. Juda ham ichkariga kirib ketasiz, kilometr bo'lib mashinaqasiga aylanib kelasizlar. Hop. Biz yo'limizda davom etamiz. Bunaqa mana school bus nimalarniki ekan bu? Maktab xodimlariga yoki o'quvchilariga. Bu yerda mashinaqa farzandlar, lekin ta'limi qimmat ekan. Men so'radim. Bu yerda bog'cha ham pulli turadi, maktab ham pulli turadi. Ekspertlar uchun. O'zini xalqi uchun muammo emas. Amirliklar xalqi uchun muammo emas, lekin bilasizlar, bu 95% dan ko'p odam tashqaridan kelib istiqomat qiladi, ishlaydi. Ekspert hisoblanadi. Hamma ish bilan band. Lekin farzandlarni qayerdadir o'qitish kerak. Shuning uchun pul to'lashadi. Va bu normal holat deyishadi. Va shu joyda mana nimalar qilib beriladi, haligi nima deydi? Sharoitlar qilib beriladi. Mana 41-avtobus bu yuradigan avtobus. Mercedes ekan, 41-avtobus. Bu bilmadim. Bu ham qanaqadir yo'nalish, lekin anaqasi o'chirilgan. Mana bu yuradigan Mercedes. Mana qaranglar qanaqalar chiqib ketgan. Eslanglar o'zi Toshkentda ham Mercedes yurardi, Connect to'la. Lekin bu boshqacha. Mana
41 Al Zahiyah. Mana Al Zahiyah. Dan yana Corney Hospital. Xullas 41 konyechkasi mana shu joyda, mana shu joyda. Bemalol mashinalarni qo'yib ketsam bo'laveradi, mana ko'ryapsizlarmi? Lekin negadir bular Mercedes bo'lsa ham anaqasini emblemasini olib tashlagan. Men bilmayman nima uchun bilmayman, lekin Mercedes mana qalpoqdagi nimalar ko'rinyapti. Assalomu alaykum, bro. How are you doing? I'm from Uzbekistan. I'm a tourist. Okay. Have you ever been to Uzbekistan? Have you ever been to Uzbekistan? Samarkand, Bukhara, Tashkent. Okay. Let's come to Uzbekistan. Okay, no problem. Which problem? Your parking problem? No. I report about the bus. The bus is Mercedes, isn't it? Okay. Where is your label for Mercedes? There are no label. Why? I saw a label of Mercedes of a company only. I'm Congress business personal Media. media. Yeah. Okay. How much payment? One. I don't know your company you are responsible for. Okay. No. I mean the bus payment. By very charging? Yes. 2 dirham. 2 dirham. Yeah. It's okay, no problem. 1 month 95 dirham card. Okay. You are 1 month anytime you see. Okay. 2 digital, 3 digital bus, no problem. Anytime, every day, anytime you using. My card. Is a half lakh card. High blood card. 95 dirham. Unlimited card. Oh. Your unlimited card or recharge card 2 dirham pay. Card Super. your mission, your punching. Super. Cash not allowed. ATM No card cash. not allowed. No Only cash. bus card. Half Only lakh. bus card. Yeah. Okay. Super. Okay, thank you. Do'stlar, men tarjima qilishga harakat qilaman. Qaranglar, demak, o'zi harakatlanish 2 dirham hisoblanadi. Endi kursga hisoblab chiqasizlar, lekin VIP oladigan bo'lsangiz 25 dirham, isn't it? The VIP. Sorry. 95 dirham. 95 1 month. 1 month. Bir oyiga 95 dirham deyaptilar. Menimcha yomon bo'lmasa kerak, hisob kitob qilinglar. Hamma joyga o'tib ketaveradi. O'shaning uchun avtobuslar toza, mana ko'rish mumkin. Juda ham ajoyib, mana ajoyib, chiroyli. Media. Assalomu alaykum, bro. I'm a tourist. My name is Salah. I'm from Uzbekistan. Okay. Air conditioning is okay. Good. You search inside. Yeah. Perfect in your AC. Cleaning the okay. Cleaning every day, okay. Fresh air okay. Good, very good. Thank you so much. 100%. And No, then, one small no remark. and then mostly Your passenger very good. Your announcement, which problem announcement. Food in allowed, cool drinks in allowed, only drinking water allowed. okay, no problem. Okay. If I want to drink something, it's no problem. I mean the water, cold, it's no problem. Normal water, no problem. Normal water, Yeah. not alcohol drink. Same water, no problem. Come on. Qaranglar, mana bunaqa suv, ya'ni bular aytayaptilarki, suv ichish muammo emas. Food in allowed, cigarette. Mana qaranglar, sigaret chekish mumkin emas, musor tashlash mumkin emas. Fast food bilan Coca-Cola ichish mumkin emas, shirinli bular. Lekin normal suv, oddiy o'sha bez gaz suv, still water is okay. Yeah. Normal suv okay. Mana o'tiradigan joylari. You are handicapped? I wanna ask something, mister. Yeah, it's for anyway, no problem. Okay. Ladies here. Ladies here. You are here. It's a man. Man. Yeah. It's a for man recommended. Yeah. Okay. You're no sitting 100 people, you are 80 people full time. Okay, I want to ask something. Why is it black? That one red. Is it design? Family, ladies, family section here. Family section. Yeah. Okay, family section. Yeah. Okay, good You're job. only ladies here. A lady single. Yeah. Only. Do'stlar, mana qarang, men bekorga qaramas ekan. Mana bu
qizlarimiz o'tiradigan joylar ekan. Endi bilasizlar, arab davlati bo'lgandan keyin mana shunaqa. Lekin mana bu joy mana oilaviy ketadigan joy. Mana rekomendatsiya berib qo'ygan. Xo'p, mana bu invalidlar uchun, imkon cheklanganlar uchun zaryadkalar bor, tugmachalar bor. Mana bu joyda qolganlar o'tiradi. Sensor, your door open. Oh. Tugmani bossam ochilar ekan mana. Automatic. Ha. Thank you so much. Okay. Knopkani bosamiz. Okay, I want to go. Thank you so much. Uzbekistan, Tashkent. Uzbekistan. Oh, good Pakistan. Thank you so much. Thank you. Xo'p, do'stlar, kichkina nima qildik sizlar bilan? Ekskursiya qildik. Ajoyib. Mana bu bino ham mehmonxona asli hisoblanadi. Capital Suite. Xo'p. Bilasizlarmi, men ertalab aylanishga chiqsam, dengiz havosi meni nafasimga yo'g'riladi. Dengiz havosi nima uchun bor deb so'rasangizlar, mana shu binoni narigi beti Arab dengizi hisoblanadi. Mana shu bino narigi beti. Men tepa balanga chiqqanda sizlarga video qilib beraman. Tepadan primoy ko'rinadi mana shu joy. O'shaning uchun ham bu yerda bemalol tomosha qilsa bo'ladi dengiz. Haligi his qilsa bo'ladi. Bu ham mana Adnek deb yozilgan. Bu o'sha bu ham ko'rgazmalar pavilyoni. Mana bu ham ko'rgazmalar pavilyoni. 10,000 kvadrat metr mana bu joyda. Marina Hall deydi mana bu joyda. Mana. Bu yerda ham juda ko'p tadbirlar bo'ladi. Men binoga boramiz dedim sizlarga. Ko'ryapsizlar, men qoidani buzganim yo'q. Belgilangan joyda o'tdim. Sekin yo'lni chekkasidan kelyapman. Sababi kim? Mana bu joyda piyodalar o'tish joyi yo'q edi, mana ko'ryapsizlar. Mana qaranglar, mana bu E11 trassa, mana bu E11 trassa, bu yog'i E22 trassaga o'tib ketadi. Endi qaranglar. Xo'p, men mashina mana Cadillac kelyapti mana, Toyota kelyapti. Bular 60 ga tushadi, avtomatik 60 ga tushdi. Shaharni mana. Dajantda 40 ham yozilgan, ko'ryapsizlarmi mana 40. Men ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana 40 yozilgan. Bu sekinlat degani mana. Hammasi sekinlaydi. Lekin men bu yurayotganlar asosiy trassada yurayotganda 110, 120 mana 110, 120 da ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana. Agar insonlar yo'lni narigi betida o'taman deb niyat qilgan bo'lsa, mana ko'prik. Piyodalar o'tish ko'prigi hisoblanadi. Va e'tibor berasizlar, bu piyodalar o'tish ko'prigi ichkarida konditsioneri bor. Tashqaridan yopilgan, ichkaridan va eng qizig'i o'tda yuradigan eskalator ham bor, yurib ketadigan. Ya'ni hamma narsa bizani nima deydi? Bizani qulayligimizga, ya'ni fuqarolar qulayligi uchun qilingan. Xo'p. Mana bu parking hisoblanadi. Mana bu parking. Mana mashinalar keladi mana bu joydan, mana sekin qo'yadi. Va mana katta territoriya. Bu bepul hisoblanadi. Pulli emas. Balkim ovozim sizlarga yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa kerak, sababi mashinalar mana chegara qo'yilgan, 100 tezlik qo'yilgan. 120, 100 qo'yilgan. Xo'p. Manda mana bu qanaqasi o'tiradigan joymikan, yo bu yerda qanaqadir tomoshalar bo'larmikan, yo anaqa drift party bo'larmikan? Ja qiziq bu. Men bu joyda odamlar o'tiradigan nima ham bor ekanda, bu yerda ana qaranglar. Qanaqadir tomosha qilsa kerak men bu o'tirib olib turib. To'g'ri o'rindiqlari yo'q-ku, lekin mana bilmayman nima bu, o'tiradigan joyim yo'q, lekin kir bo'lib yotibdi bu joy. Xo'p, bu yerda chiqadigan yo'laklari menimcha agar talab etilsa qanaqadir bu yerda avtoshoumi nimadirlar tashkil etilsa kerak, ya'ni ham bilmadim. Lekin rosa shovqin, mana mashinalar tinmayapti, ketyapti qaqqadir mana. Trassa bilan ketyapti. Hammasi ketyapti. Ana.
Mana shu binoning yonidan o'tib ketamiz hozir. Xo'p. Mana bu mashina. Keyin e'tibor beringlar, bu yerda imkoniyat cheklanganlar uchun ham parkovka alohida, u yerda mashinalar hammasi qo'yilmaydi. Hamma bilib parkovkaga mashinasini qo'yadi. Costa Coffee ham bor ekan bu yerda. Qaranglar. Ikkita til bu yerda asosiy. Arab tili va ingliz tili. Hamma joyda mana. Tepada Adnaq yozilgan Abu Dhabi National Investment Company. Abu Dhabi milliy ko'rgazma kompaniyasi. Bu hammasi davlatniki. Welcome to Adnaq Center Abu Dhabi. Mana arabcha yozilgan. Ana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana binoni agar hech tasavvur qila olmayapsizlar qanaqaligini. Hozir yon tomonga o'tib ko'rsataman, qanaqaligini ko'rib olasizlar. Bu ham biznes markazi hisoblanadi. Havoga gap yo'q, mana 120 tezlik ekan. 120. Maksimal tezlik 120 yozilgan, lekin bitta gap aytaman sizlarga, anta kamera ham turibdi, mana ko'rsataman sizlarga hozir. Mana kamerani o'zi ham bor, mana kamera. Mana bitta kamera. Mana ikkinchi kamera. Ko'rasizlar? Bitta narsaga e'tibor berasizlar. Har bitta kamera yarim kilometrdan qo'yiladi. 500 metrdan bitta kamera bor. Ya'ni masalan siz bitta kameradan masalan bular 140 dan keyin o'zi ishlaydi, 120 standart, 140 dan keyin shtraf yozadi, lekin masalan siz 140 mana bu tezlikda o'tayotgan bo'lsangiz 150 ga chiqib qo'ysangiz, narigi kamerasi hisob kitob qiladi. Sen deydi, mana bu oraliqda deydi, baribir tezlikni oshirgansan deb, baribir differensiallangan o'sha tizim orqali sizga nima chiqazib beradi. Jarima listini chiqarib beradi. Xo'p, bu binoning nomi Andaz. Mana Andaz deyiladi. Mana shu bino. Lekin men bali yon tomoniga o'tib ko'rsataman sizlarga. Bu nimani o'zlaringiz ko'rib olasizlar qanaqaligini. Juda ham ajoyib bino. Men qiziqqanim, Birlashgan Arab Amirliklarida bitta loyiha ikkinchi loyihaga umuman o'xshamaydi. Mahobatini qaranglar mana. Necha etaj bo'lsa kerak, ham 40 qavat bo'lsa kerak kamida. Juda ham baland. Xo'p, sekin astalik bilan ushbu binoni ko'rinishi ko'rinyapti. Mana. Sezdingizlarmi endi qanaqaligini? Bu hali uzoqdan qaraganda shamshirga o'xshaydi, qilichga o'xshaydi mana bu. Mana ko'rasizlar? Mana. Yana nimaga o'xshatsa bo'ladi? Orqasida mana bunaqa narsa, bu nima bu? Yo qiz bolaga o'xshatsa bo'larmikan? Bilmadim, yo anaqaga o'xshaydi menimcha bu. Qilichga o'xshab ketadi. Antiqa nima? Ko'rinish. Xullas, do'stlarim, mana shunaqa gaplar. Andaz Capital Gate deydi. Mana. Ko'rasizlar qanaqaligini? Assalomu alaykum. How are you doing, bro? I'm tourist from Uzbekistan. Okay. Can I ask something? Yes, sir. What's it? It's a hotel or a business center? Hotel. It's a hotel? Yes, sir. Okay, Andaz Hotel. Yes, sir. Andaz Hotel. Yeah. Andaz Hotel. Yes. I want to ask something. Is that place is a Adnaq parking? Yes. Is it- And the parking is here. Yes. Is it free? Yeah. No, there is VIP entry. Here. Free parking there? Yes, sir. Yeah. There are not free. No VIP entry. Okay. Do'stlar, demak men ozgina adashibman, qaranglar. Mana bu Adnaq markazga keladiganlar uchun, lekin bepul parkovka emas.
Mana bular bepul parkovka ekan. Mana bemalol qo'yib ketaversa bo'laveradi do'stlarim. Ya'ni bu yerda hamma narsa puli degani emas. Thank you so much bro. Thank you. Xo'p, mana bu mehmonxona ekan. Men biznes markazida turibman. Mehmonxona ekan. Qani buni bir ichkariga kirib ko'ringlar-chi. Boshqacha mehmonxona, gap yo'q lekin mana qaranglar. Bir yil yurib agar kontent qilaman desak ham, menimcha tegiga yeta olmasa kerak. Mana buni qaranglar. O'zimizdagi gujumlarga o'xshar ekan-a. Lekin bu ham mana hammasi tomchilab sug'oriladi, qaranglar. Mana. Busiz iloji yo'q. Shunchaki haligi suv ochib qo'ymishmaydi. Faqat o'sha namlab qo'yishadi, xudo xolasa. Mana, hamda kitobim o'qib o'tiribdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bitta qiz avtomobilda o'tirib kitob o'qib o'tiribdi. Xo'p, do'stlarim, sekin astalik bilan mana shu joyga bir harakat qilib qaranglar. Mana buni parkovkasi katta ehtimol bilan mana bu bo'lsa kerak. Nimagaki mana o'rtada gate qo'yilgan. O'tib olish uchun mana, ko'rasizlar? Mana. Mashinani bu tomonga qo'yadi, pastga ham tushadi, tepaga ham qo'yadi, sekin ketadi bunaqasiga. Birlashgan Arab Amirliklarida har bitta bino albatta takrorlanmas bo'lishi kerak. Hattoki oddiy o'sha haligi to'rtburchak primitiv bizlarning ko'zimizga ko'ringani bilan ham nima qiladi haligi, nima deydi? Farq qiladi bir-biridan. Men sekin chiqib yo'g'imdan do'stlarim mana. Ertalab piyoda yurishni zavqi boshqacha. Exit deydi, выход. Xo'p, qayerdan kirilar ekan bu? Mana bu joydan kirilar ekan. Haligi mahobatini qaranglar, mana buni qarang. Qiyshuvligini qaranglar mana buni. Ha. Tushib ketaydi ham demaydi. Hisob kitobi aniq qilingan deb bilamizku. Menimcha yerga tegiga kirib ketgan bo'lsa kerak, osnovasi qanaqadir bir muvozanat ushlash uchun. Mana bundan kirsak bo'lar ekan. Ochilarmikan? Ochilsa kerak. Bismillah. Ochildi. Lekin bu mana qarang. Kamera turibdi. Main reception. Hello guys, assalamu alaikum. I'm a tourist. Can I make the video here or not? No. Is it a hotel or business? This is a business. Where is hotel? Hotel is Around. Okay. Is there so many offices, isn't it? I mean the enterprises. These are all the offices. You need to with your hardware. Oh, Etihad Rail. I was a railwayman in Uzbekistan Railways. Thank you so much. Thank you so much. Do'stlar, demak bu biz hozir ma'muriy binosiga kelibmiz. Biz aylanib o'targanmiz, ya'ni mehmonxonaga nari tomondan kirasan deyapti. Bu joy ko'rdingizmi? Baribir men adashmagan ekanman. Biznes markazi bor ekan. Ya'ni endi shunaqa binoni hammasini mehmonxonaga berilmaydi-yu. Bu yerda shunaqada, mana bitta binoni faqat bittalik tashkilotga emas, balki mehmonxona qilsa bo'ladi. Balkim yashaydigan apartamentlari ham bo'lsa kerak, katta ehtimoldir. Yana ham bilmadim lekin do'stlarim. Mana tushunarli. Mana mashinalar turibdi, bot mana. Andaz mana shu joy mehmonxona. Xudo xohlasa hozir so'raymiz hozir tepaga chiqib. Men suvni ko'ryapman. Agar sizga ko'rinayotgan bo'lsa, mana suv. Mana ko'rdingizmi? Mana suv. Hali dengiz havosi bor-da. Dengizning havosi bor, mana. Tushunarli. Mana buni tegi ekan mehmonxona. Ko'rdingizmi? Mana bitta mana mashinalar turadi, parking. Xo'p. Mana bu joyda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga kirdik mana, xudo xolasa, Andazdagi mehmonxona. Mana mehmonxonani qaranglar. Oho. Menimcha 5 yulduzli bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Vashshi dahshat ekanligim bo'ldi. Oho. Assalomu alaykum.
I'm a media AM Congress. Yeah. I want to ask something. Is it hotel? Yeah, this is the hotel. 5 stars. Yes. Okay, I want to see the floor to see in around in the make the video. Oh, so you might want to ask this gentleman man. over here. Yeah. Thank you. You are organizer. Sorry. You are organizer. Am I? Just an intern. Okay. Assalamu alaikum, bro. I'm a tourist. I'm a media AM Congress business blogger. I want to ask something. I'm from Uzbekistan. Okay. I want to make video the upstairs. Is it possible? So he wants to go to the upstairs. Maybe higher floor. I mean, So you are maybe restaurant. No, we don't have a higher floor restaurant, sir. We have a higher floor on the 18th floor. There is a 18? Open, yes, and there is an open terrace area, so you can just have a look. You can make a video there, and you can just have a look. That's it. Higher floor, we have a 33rd floor. Okay, no problem. Is it 17 floor possible? 70? Yeah. No. 1 to 70 is the offices. Our office. hotel is starting from the 18th floor, sir. 18. Yes, sir. Okay. Can I make a video? Yeah, you It's can also open. straight 18th floor, sir. This elevator. Okay, I have not the a special card because This elevator no need access, sir. For the Okay. rooms, of course, you need access. no for room. I have room. I stay in Another hotel. Central Central. nearby. So for 1 to 18th floor, no need access, sir. You can go there. There is a main reception area. You can just have a look. It's very beautiful. You Yeah, can go. thank you so much. Do'stlar, bizga hozir mana ruxsat berishdi, inshaalloh. Demakki, balandiga chiqamiz ekanmiz. Demakki, 19-qavat Royana Waiting Tapas Bar, 19th floor, isn't it? O'sha 19-qavatga ko'tariladi, lekin men aniq bilaman, inshaalloh, mana shu atrofda ko'p narsa ko'rinadi. Thank you, man. I want to ask something yet. How many floors is it? Total is 33rd floor, sir. 33. Oh, 43 qavat ekan do'stlar, o'shaning uchun gapsiz boshqa. Thank you so much, man. Thank you. Welcome, sir. You're welcome. Have you ever been to Uzbekistan? Not yet. Let's come to Uzbekistan, please. Definitely, sir. Thank you so much. Do'stlarim, mana demak bizaga Andaz mehmonxonasi, bu 5 yulduz mehmonxona ekan. 19-qavatgacha ekan. O'zi 43 qavat ekan, 19-qavatgacha. Endi menga hozir liftdan ko'tarilishga ruxsat berildi-yu, lekin nima deysizlar, liftimiz 19 ga olib chiqib qo'ysa kerak ekan, xudo xolisa. Tak, men sizlarga Abu Dhabi, mana Nabiy Shayx hazratlarini demak rasmi. Mana. Xullas, do'stlarim, hozir sizlar bilan 19-qavatga ko'tarilamiz inshaalloh. Lekin installyatsiyaga gap yo'q. Aytmoqman, bularni har bir mehmonxonasi betakror, har bir qurilishlari betakror, o'ziga xos. Mana bu o'tiradigan stullarni ko'ringlar, umuman birsi-birsidan farq qiladi. Haftani nimadirlarni buyurtma qilsa ham bo'ladi. Specialty coffee deydi. Zakazli kofelar ham bor ekan. Xullas do'stlar, men sizlarga bitta maslahat beraman. Любой joyga boradigan ochildi bizaniki, xudo xolisa. Bismillahirrohmanirrohim. Любой joyga boradigan bo'lsanglar, tak, nechaga chiqamiz biz? Bo'ldi. Lobby 18 ketdi ana, xudo xolisa. M B ko'rasizlar, G ga tushdi. Bizda General asosiy bino, asosiy kirish G. Ketdi mana hozir nechadir tezlikda tepaga chiqib ketyapmiz lekin rosa tez ketyapti ekan. Xo'p, menda kamerasi ham bor ekan. Xullas do'stlar, ilk mana qaranglar. Installyatsiyani mana juda chiroyli qilingan, muzikalar qo'yilgan. Men nazarimda bu ham mehmonlarni kayfiyatiga ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman, xudo xolisa. Men birinchi marta chiqyapman bu joyga. Ilgari ko'rganman, lekin ichkariga kirib ko'rmagan ekanman. Bismillahirrohmanirrohim. Oho, dahshat. Просто dahshat. Mana qaranglar. Tayyormisiz ko'rsatib o'raymi? Mana qaranglar. Wow. Mana qaranglar. Ajoyib va g'aroyib. Shu dahshatligim bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Do'stlar, men bilmayman, men bitta qanaqa o'tirsa oyoqni yechib o'tiramizmi? Mayli, men oyog'imni yechaman. Hurmat yuzasidan men oyoqimni yechdim. Mana buni qaranglar. Aytdim sizlarga haligi. Shundoqqina dengizni havosi urib turadi. Mana bizning mehmonxonamiz. Mana bizning sentr, mana bizning mehmonxona mana. Ko'ryapsizlar mana. Men bu yo'ldan chiqib kelib, piyoda bunaqasiga keldim men. Biz hozir 18-qavatdamiz do'stlar, Abu Dabida. Mana bu tomonda ham anaqa dengiz, xullas port shahar hisoblanadi Abu Dabi. Mana bemalol mana bu tomondan ko'rsa bo'ladi. Lekin gapsiz bo'lishi mumkin emas do'stlar. Vobshe bor-u. Men bu o'tirib, kelinglar o'tirib ko'ramiz. Xo'p, men haqiqiy demak arablarga o'xshab qoldim shekilli. Pastda o'tirib. Tak, mana shu joyga kamerani qo'ysak, tushib ketmasa kerak. Do'stlarim, ochig'ini aytaman, bu ustun. O'shaligi nima, men shundan tashkil topgan bo'lsa kerak. Har holda tekshirib ketgan-ku, hisob kitobi qilingan. Lekin nima deyman? Ertalablari sayr qilishi zavqi boshqacha do'stlarim, shuning uchun sizlar ham piyoda yuringlar, faqat tashqariga chet elga chiqqanda emas, balki uyda atrofida ham har kuni chiqib aylanib piyoda. Hozir soat necha bo'ldi? Demak, 7:35 bo'ldi. Hozir bizning yonimizga kelib turib, nima qilyaptilar? Nimadirlarni qo'yib bermoqchi. I'm so sorry. Good morning. Where from, excuse me? I'm from India. India. Namaste. 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 You know Namaste? Yeah. When you learn Namaste? Excuse me, what's it? This is a date. Mashallah. Can I taste? Yeah, I have to. Alhamdulillah. Do'stlarim, qaranglar, bu yerda to'g'ri men boshqa mehmonxonadan kelganman, lekin menga aytibdilarki, bemalol nimani, xurmoni tatib ko'rsa bo'ladi. Dast, isn't it? Sorry? Dast. No, you can have a dry if you would like to have dates. Yes, of course, but is it dast? I'm not sure. I don't understand. Okay, dates, I mean. Yeah, it's a date. Dates, yes, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dry. Tatib ko'ramiz. Bismillah. Anaqasi olingan ekan. Ichidagi haligi nimasi deydi? Magzi olingan ekan. Ajoyib. Alhamdulillah. Men sizlarga mehmon do'stlik do'stlarim. Men boshqa mehmonxonada turaman, lekin kelsam bemalol mana 18-qavatga chiqib ko'rib ketaversangizlar bo'ladi dedi. Ancha yomon emas, xudo xolisa. Men bitta mana, bu yerga hozir Well, now we're gonna put the lemon water. Lemon iced tea. Lemon iced tea. Is it free, isn't it? Yeah, it's a welcome drink. Welcome drink. Rahmat. Thank you so much. Thank you. Do'stlar, hozirgina mana bu joyga limonad olib kelar ekan. Bu hammasi bepul deyapti. Nima deymiz? Ajoyib. Ajoyib lekin. Boshqacha taassurot qoldirar ekan odamda, ya'ni siz musofir bo'lib turib, turist bo'lib kelasiz. Lekin so'rab surishtirib, albatta so'rab surishtirib, mehmon do'st, ya'ni bu o'zi ham Hindistondan ekan, lekin e'tibor men sezmadim mana masalan bu yerda bironta odamni bir yomon muomala qilganini. Bu ham menimcha bizani yutug'imiz bo'lsa kerak, ya'ni kishilik jamiyatini yutug'i demoqchiman. Qaysiki odam odamga yordam berib, bitta yordami tabassumdan bo'lsa, menimcha yomon bo'lmaydi, xudo xolisa do'stlar. Yaxshi niyat qilaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Qaranglar, mana shunaqa xorij safarlariga chiqqanda odam baribir yuksaladi-da. Dunyo qarashi kengayadi, tanish bilish orttiradi, tilni yaxshi rivojlantiradi. Men endi poytaxtda yuraman, Toshkentda ingliz tilini ishlatamiz. Kuniga 2-3 ta uchrashuvlarimiz bo'ladi, lekin
mana bu joyga kelib bir 2-3 oy yashaydigan bo'lsang, menimcha 100% slenglariga ham tushib ketsa kerak. Ya'ni o'zi ingliz tili yomon emas, lekin bitta-ikkita gaplarni bir xil paytda esdan chiqarib qoldiraman. Bu normal holat. Agar siz masalan tilni ishlatmaydigan bo'lsangiz ham, agar Amerika Qo'shma Shtatlarida yillab yashagan bo'lsangiz ham, agar uni ishlatmay qo'ysangiz esdan chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun do'stlar, bu normal holat hisoblanadi. Iloji bo'lsa tilni haligi nima deydi, amaliyot qilib turish kerak, praktika qilib turish kerak. Shuning uchun do'stlarim, nima bo'lgan taqdirda ham men sizlarga omad tilayman. Ochig'i men syomkam mana shu yerda to'xtataman. Nimaga endi qaytib gapirib ketishdan nima bo'lmaydi? O'zi efirimizni vaqti ham 40 daqiqadan oshib ketdi. YouTube o'zi eng yaxshi o'sha prosmotrga kiradigani 40-45 daqiqalik video bo'ladi. Shuning uchun yana 5 daqiqa mayli masala bilan gaplashaman. Ozgina narigi tomonga o'tamiz, lekin men juda ham xursand bo'lganim, mana qaranglar, mana bu gilamda maza qilib o'tiribman mana. Oyoqlarni yechib qo'yganman. Yumshoqqina bemalol ichida bilmayman nimadir bor ekan, lekin rosa uyga ham haligi qo'ysa yaxshi ekan, bemalol bolalar bilan gaplashib nimadir. Mana shami bor yonib turadigan, xullas do'stlarim. Mayli qo'ymadingizlar. Yana bitta qurmon yeb ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ichidagi anaqasi olingan ekan, danaklar. Mana. Alhamdulillah. Ya'ni nima demoqchiman? Odamlar o'sha diskomfort his qilmasligi uchun ham menimcha nima qilgan bo'lsa kerak bular. Majida maksimal komfort bo'lishi uchun menimcha shunaqa qilgan bo'lsa kerak. Ham tag'in bilmayman. Hey man, what's your name? Excuse me. Ramji. Ramji. Ramdi. Yes. My name is Salai. You're from India? No, I'm from Nepal. Nepal? Yes. At the border. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. I want to ask something. Is it a restaurant? Yes. No, this is a reception. Reception? Reception? This is Andaz Lounge. Lounge? Andaz Lounge. Andaz Lounge. There is an 18-degree bar at the corner. Okay. 18-degree bar, which is Okay. open at 4 p.m. Okay. And straight, you can see there is a Sian restaurant. Oh. It's open right now. Where is your morning breakfast? For me, Yo, for morning at the hotel morning breakfast is there, sir. It's called can Sian I restaurant. see? It's up to you. Yeah, you can go Yeah. and have a look. Yeah. But it's busy, very busy. No right now. problem. I have to ask before the go. Okay. So there is a reception also for the restaurant. You can check with her. Thank you so much, man. You're welcome. Thank you. Do'stlar, bizga eksklyuziv imkoniyat berdilar. Ya'ni yana takrorlab o'taman. Mana bu lounge deydi, ya'ni Andaz lounge. Ya'ni bu joy demak o'tirib gaplashib nimadirlar mana bitta buyurtma qilasizlar. Mana bu joyda buyurtma qiladigan joylari bor. Mana buyurtma qilasizlar. O'tirib, albatta bari bor ekan, lekin ertalabki nonushta mana bu tomonda ekan. Tayyormisiz, ketib ketamiz, xudo xolasa. Wow, mana buni qaranglar. Вообще, ham san'at asari. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sayan brasserie. Brasserie bo'tda ham bor ekanlar. Mana buni chiroyliligini qaranglar. Welcome to Sayan. Breakfast is being served here. Please wait to be seated. Xo'p, Sayanga xush kelibsizlar deyapti. Demak, ertalabki nonushta aynan shu joyda bo'ladi. Iltimos, joyingizni o'tirishdan oldin ruxsatni olib kiring. Assalomu alaykum. I'm a tourist. I'm not here. Media, AM Congress. Can I make the short video here? Yes, of course you know. Is it possible? Yes, of course. Thank you so much. You're very kind. Thank you. Very beautiful. The color. It's a green color, isn't it? It's a brand color yeah. for Sayan. Yes. Sayan is a restaurant, isn't it? Yes, it is a restaurant. Restaurant. Yes. It's a brand restaurant. Thank you so much. Absolutely. I heard about this hotel 5 stars, the high level. Yes, it's a property of Hyatt, sir. Really? Yes. Thank you so much. I'm from Uzbekistan. Have you ever been to Uzbekistan? Of course, Uzbekistan, of course, Tashkent, Samarkand. Yes, I know Uzbekistan. Please come to Uzbekistan if you have a free time and the possibility. Of course. Thank you so much. Thank you. Ko'rdingizlar, yaxshi anaqa berishdi, insightlar berdi. Xo'p, qaranglar. Endi do'stlar, biz sekin gaplashamiz. Nimagaki ertalab bu yerda nonushta qilyaptilar hammasi.
iloji bo'lsa nonushta qilayotgan odamlarni yuzini tushirmaymiz, bu mumkin emas. Etiket nuqtai nazar. Lekin men sizlarga servirovkani ko'rsataman. Mana ikkita odam o'tirar ekan. Bu yerda mana haligi bilasizlar, sugar set deydi, ya'ni shakarlarni o'sha joyi. Hop. Va mana buni qaranglar. To'q, men buni ko'rsataman. Bo'pti. Hop. Mana restoranning o'zi vashshi boshqacha lekin borib. Bolalar mana buni qaranglar. Mana buni qaranglar. Nima deyapti bu? Voy. Oho. Dahshat borib. Umuman. Do'stlarim, Abu Dabini asosiy yana binolari bor. Mana bu tomonda ko'ringlar. Mana buni qaranglar. Zo'r, ha? Eslaringda bo'lsa, biz mana pastda edik. Mana pastda piyoda yurib keldik, ko'rgan bo'lsanglar. Ajoyib va g'aroyib do'stlar. Men sizga bitta narsa ko'rsataman. Kecha oldin kelib mana bu joyga chaqirishganman. Mandarin degan joy mana bu joyda mana. Mana shu joyda mandarin bor. Mandarin degan joy bor. O'sha yerga chaqirishgandi. Xo'p, ajoyib va g'aroyib do'stlarim, ajoyib va g'aroyib. Abu Dabiga xush kelibsiz. Mana sizlarga haligi ajoyib mehmonxona. Assalomu alaykum. Xo'p, do'stlar, men sizlarga mana servirovkani ko'rsatdim. Mana servirovka. Bu yerda sochiq bo'ladi, qoshiq, pichoq, vilka, kichkina pichoqcha, bu desertga bo'lsa kerak katta ehtimol bilan. Keyin men bitta mana spice set deydi, demak o'sha salt spice set. Xo'p. Endi ovqatlarni obzor qilamiz. Do'stlar, mana qaranglar. Beef bacon, ya'ni bu go'sht. Chicken sausage, ya'ni bu jujani sosiskasi mana. Jujadan bo'lgan. Indiyka deydi bularda. Mana bizda indiyka deydi, bizda chicken sausage deydi. Lamb sausage, ya'ni qo'y go'shtidan bo'lgan. Lamb, qo'y go'shtidan bo'lgan. Xo'p. Vegetable spring roll, ya'ni bu o'simliklardan tayyorlangan, sabzavotlardan tayyorlangan roll hisoblanadi bemalol. Xo'p. Baked beans deydi. Bu demak loviya. Men ham yaxshi ko'raman buni, mana loviya bemalol. Lekin hayron qolyapman, men hech kim olmagan ekan. Zavtrak endi boshlandi. Mana soatni qaraylik. Necha bo'ldi soat? 7:47. Odamlar endi kelsa kerak. Xo'p. Bu yerda tak boiled egg deydi. Menimcha boiled egg menimcha qo'ysa kerak. Men to'g'rilab qo'yamiz. Mayli, yordam beramiz, xudo xolasa. Xo'p, scrambled egg mana bu qovurilgan tuxum. Boiled mana qaynatilgan tuxum, mana bu qovurilgan tuxum, qaynatilgan tuxum. Xo'p. Mana qani buzib qo'yibman. Faqat joyini o'zgartirishimiz kerak ekan. Keyin yana bitta narsa, mana bu yonib turganlar, bular hammasi qizdiradi, ya'ni issiq tutish uchun, ya'ni bu faqat yorug'lik bermaydi, bu qizdiradi hamda. Ko'rasizlar? Aloe bonda deydi. Bu ham o'ziga xos narsa. Poxa. Endi bu bilmayman nimaligini, ochib ko'ramiz nimaligini. Qanaqadir oshga o'xshagan bir nimasi bo'lsa kerak. Xo'p, okey. Dumplings deydi. Nima ekan? Mantimi ekan bu? Mana qaranglar. Bizani mantilar bor, bularda karomga o'ralgan bo'lar ekan. Ko'rasan chiroyliligini? Ajoyib. Steamed vegetable deydi. Ya'ni parda pishgan. Mana. Sabzavotlar. Do'stlar. Xo'p, dalsh ketamiz. Bu yerda demak, bular hammasi yogurt sifat narsalar. Mana bu yogurt sifat. Mana bu baliq, qizil baliq. Bu mana demak haligi go'shtdan tayyorlangan mahsulotlar, ya'ni bu o'sha kolbasa desa ham bo'ladi. Excuse me, what is it? Hummus. As a national food of Arabian countries. This is Arabian, yes. Coming from Thank you so much. Arabic country. Thank you so much. I'm from Uzbekistan. Welcome. Thank you. Mana bunaqa. Mana bu narsani bilgan odamlar biladi. Juda ham mazali narsa. Anjirlar ham bor. Xullas, do'stlar, libboyaligi nimaga qaranglar. Mana bu sirni maqtayapti, mana sir.
Mana shu sirlardan tayyorlanadi mana ko'ryapsizlar. Qaysi brendligini ko'rsatib qo'yibdi. Mana masalan, mana bu sirli va brinza sirli mana buniki. Xullas, hamma imkoniyat bor. Ko'ryapsizlar? Ha, bu yerda mana demak pishiriqlar, kruassan bor. Boshqa pishiriqlar quruqlayni qo'yganini qaranglar. Ya'ni ponchi ham bor ekan o'zimizda. 5 yulduzli mehmonxonaga men sizlarni harakat qildim ko'rsatishga. 5 yulduzli mehmonxonada ertalabki nonushta mana shunaqa bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun sayohatimiz bekor ketmabdi. Men yana ko'rsataman sizlarga Abu Dabini. Mana bu tomon mana Arab ko'rfazi mana ketdi bu yog'iga baholiza. Bitta narsa aytaman sizlarga, mana bu tomon Saudiya Arabiston hisoblanadi. Saudiya Arabiston mana bu tomon. Ko'rasizlar? Ajoyib. Bu yerda ham nimadirlar ko'rinyapti. Bas do'stlarim, sizlar bilan Salomat Karimov bo'ldi. Endi mana shu joyda biz efirni to'xtatsak ham bo'ladi, sababi 15 daqiqadan ham oshib 50 daqiqaga ketyapti. Ertaga yana boshqa lokatsiyaga inshaalloh borib sizlarga obzor qilishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.